patsientlar soni oshdi. Ancha oshdi, 4 barobar oshdi. Assalomu alaykum, tanishing. Doktor Azamat Karimov, Azamat aka proyektimiz bizni. Azamat aka bilan ishlayotganimizga 4 oy bo'ldi va 4 oy ichida o'sha nimalar bo'ldi, o'shandan o'tib olgani keldik. Azamat aka biz bilan ishlashdan oldin qanaqa muammolar bor edi va biz bilan ishlaganlardan keyin unga qanday yechim topdinglar? O'zi bizda yangi yo'nalish O'zbekistonda. Bu yo'nalish meditsina yo'nalishi o'zi faqat Yevropa, Amerikada bo'ladi. Chet elda bu o'zi oddiy standartga kiritilganda, lekin bu narsani biz O'zbekistonga olib kirganimizda yengillik bo'lgani uchun odamlar tana olmasdi buni. Bosh deformatsiyali bolalar o'zi O'zbekistonda juda ham ko'p. Bizning statistikamiz bo'yicha где-то har 50 ta 100 ta boladan bittasida juda og'ir deformatsiya bo'ladi, lekin ota-onalar qanaqa buni davolashga bilmaslar. Juda ko'p ota-onalar bizda 2 yosh, 3 yoshdan keyin o'tib, bizani ko'rib qolib kelganida juda ham afsuslanashardi. Afsus bilan bizga kelishardi, biz уже aytamiz, bu deformatsiyani bu yoshda to'g'rilab bo'lmaydir. Nimaga bu narsani ertaroq olib chiqmagansizlar, ertaroq bilganimizda ertaroq kelardik deb aytishardi bizga. Asosiy mana shu muammomiz bizda shu odamlar bilmasdi bizani. Поэтому sizlarning profillarni ko'rib qolib, keyin o'sha sizlarga murojaat qildik, чтобы bu narsani odamlarga ko'proq ko'rsatib, что O'zbekistonda ham bu problemaga yechimi borligini, Xudo xolasa mana yaxshi natijalarga erishamiz. Sotuvlarda qanaqa bo'lyapti natijalar? Patsientlar soni oshdi. Ancha oshdi. Почти agar konsultatsiyalarda qaraydigan bo'lsak, 2-mi, 3-oydami где-то 4 barobar oshdi. 4 barobar. 4 barobar. Hozir nimaga deysiz? O'sha aytayotganda sizlar asosiy muammolar taniqlilik bo'lgani uchun o'sha oyiga o'sha profilizozda 5 million, 6 million prosmotr bo'lgandan keyin avtomatik bu yoqda muammosi bor xalqimizga, muammosi bor ota-onalarga borgani uchun обязательно bu yoqda ham konsultatsiyalar soni, mijozlar soni oshyapti shunaqa. Xizmatimizdan rozimisiz? Albatta rozimiz.